Ba'zilar shunaqaki tushkunchilikka tushgan, umidsizlik, endi bo'ldi, hech narsa qilib bo'lmaydi, o'lasiz degan gaplar bo'lyapti. Hozir ko'p bemorlar eng oxirida harakat qilgan hisobga qanaqadir kasallik ozgina o'zi joyidan rivojlanib boshqa joyga o'tib ketayotgan bemorlar ham ko'p hozir biz ko'ryapmiz. Ba'zilar shunaqaki tushkunchilikka tushgan, umidsizlik, endi bo'ldi, hech narsa qilib bo'lmaydi, o'lasiz degan gaplar bo'lyapti. Lekin biz hozir kuzatib turibmiz, nechta bemorlar kimdirga 1 oy muhlat bergan, kimdirga 3 oy, endi shuncha yashaysiz bo'ldi, endi tayyorgarlik ko'ring degan uydagilarga sekin. Lekin 2 yildan beri Xudoga shukr bemorlar mana shu doktor Parvin Jainning nazoratida endi yangi usullar chiqqan, o'sha orqali mana immunoterapiya bor, targeted terapiya bor va ham kimyoterapiya yordam bilan birgalikda juda katta yordam beryapmiz va hammaning turi har xil bo'ladi. Bularning turiga qarab kimdirning hayotini oxirgi darajaga ketgandan keyin ham ancha cho'zish mumkin. Endi hammasi Allohdan, lekin baribir sababni qilish kerak. Agar hech narsa qilmasa 3 oy, 4 oy, 5 oy, ya'ni uzoqqa bormaydi. Baribir oldini olish kerak. Agar kech bo'lganda ham baribir tushkunchilikka tushish kerak emas. Hamma Xudo bergan umr yashaydi, lekin buni qanaqadir oldin olsa va yangi usullar bilan necha yil kimdirning hayotini qandaydir yaxshi yashashga imkoniyat yaratib beramiz va necha yil uzaytirib berishimiz mumkin birgalikda sababni qilgan holda albatta.